Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlarga 5-2 dahasidan vayanchasi shundoqqina yonginasidan 4 qavatli binoning 3-etajda 3 xonali kvartira topib qo'ydik. Qani birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kiraverishimiz prixoshka qismi kattagina keng. Bu xonadonimiz Moskovskiy proyekt. Shundoqqina chap qo'limizda kladovka qismlari o'rnatilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda birinchi xonamiz, detskiy xonamiz. Hozirgi kunda mana yosh oila yashayapti ekan. Bundan o'tganimizda esa tualet, vannasi alohida mana ko'rib turgan holatingizda vanna qismlari. Bundan o'tganimizda bu yoqda kattalar yotoqxonasi, mana yorug', shinam, chiroyli holatda, aboylarni yaxshi ranglarini tanlashibdi. Bu yoqda esa zal qismimiz. Zalimiz ham mana ko'rib turgan holatingizda emulsiyalar surtib qo'yilgan, remonticha dabdala emas, zo'r emas, kirib bemalol yashasa bo'ladi. Bundan o'tganimizda bu yoqda ayollarning sevimli xonasi, ya'ni oshxona qismimiz. Oshxonamiz ham mana ko'rib turibsiz, aboylar yaxshi holatda yopishtirib qo'yilgan. Bundan o'tganimizda balkonimiz, bu yoqda sushilka qismi bor ekan. Balkonimiz ham katta, 6x2 chiroyli holatda. Bu yoqda shundoqqina 5-2 bo'lgan ekan. Ichasini shundoqqina yonginasida mahallalar ko'rinib turadi. Havolari yaxshi, mazza qilib yashaydigan joy. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek remontlari yaxshi holatda. Bitta oila kelib mazza qilib yashasa bo'ladi. Bu uyimizni narxini egalari 41 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Va 5-2 dahasidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.